Adirlardagi qurg'oqchilik sabab yemoqqa o't topa olmay och qaytadigan chorvalari esa qorni to'yib qaytib ko'p sut beradigan bo'ldi. Uylari barakaga to'ldi. Boshqa oilalar esa ocharchilikdan sillasi qururdi. Bu davrda payg'ambar alayhissalom ham jismoniy, ham aqliy, ham ruhiy barkamol ulg'aydilar. Nihoyat 4 yil ham o'tdi. Qaytish vaqti yetgandi. Payg'ambar alayhissalomni o'z onasiga qaytarish lozim. Halimaning ko'zlarida yosh, undan ayrilgisi kelmas edi. Uni bag'riga bosib qayta-qayta o'pardi, lekin boshqa chorasi yo'q edi. Uzoq yillik ayriliqdan so'ng Omina o'z o'g'li bilan yana ko'rishdi. Qachonki uning qo'lidan tutaman desa, doim yonida bo'lardi. Bir-birlarini qattiq quchoqlashdi, xuddi ayriliqdagi har bir kun uchun quchoqlagandek. Boshqa ajralishni istashmasdi. Qayta birlashish onaning qalbidagi jarohatga da'vo bo'ldi. Yana 1,5 yil birga yashaganlardan so'ng ular Madinaga otasining qabrini ziyorat qilish uchun yo'l oldilar. Qabrga borganlarida Ominaning ko'zlarida qayg'u uyg'ondi. Uning ongi va qalbi turmush o'rtog'i bilan o'tkazgan kunlarning sog'inchi bilan to'lgandi. Erini xuddi hozir yo'qotgandek yig'lashni boshladi. Allohning payg'ambari yetim bo'lib tug'ildi. Tug'ilganlarida otalari o'lgan edi. Dunyoga kelib, ota mehrini ko'rmadilar. Jajji qo'lchalari bilan otasining qo'lidan tutishni istardilar, lekin otalari yo'q edi. Ana shu lahzada ular ham otasining yo'qligini his qildilar. Ayni vaqtda onalarning qiynalishiga chiday